Akalar, hammaga assalomu alaykum. Navoiyga yetib keldik. Navbatdagi Cobalt sotib oldik. Ko'rishinglar mumkin, 2024-yilda ishlab chiqarilgan og'anagan Cobalt. Salon holatlarini ko'ramiz. Salonda airbaglar o'tmagan, tomlar ezilib yotibdi, laboylar sinib ketgan. Bu yonlarida ham pachoq joylari bor, akalar. Qaranglar, gaz baloni bo'lgan, mashina og'anaganda gaz baloni uchib chiqib ketgan, zapaskalari qo'yilmagan ekan. Bu yoqlari ham pachoq bo'lib yotibdi. Ikkita eshigi but-butun, oldi balon dam qo'yib o'rganligi uchun mashinada stoykaga o'tirg'izib qo'yishgan ekan. Motor korobkalari butun, xudo xohlasa endi razborat qilganda bilinadi. Qolgan joylari mashinamiz juda ham ideal sostoyanida bo'lgan va og'anagan holatda. Bu mashinani hozirgina Navoiyga kelib sotib oldik. Qanaqadir cho'lli zonada turibmiz, aniq joyini bilmayman. Xullas, akalar, butun O'zbekiston bo'ylab, ya'ni vodiy voha bo'ylab shunaqa avariyli mashinalarni yaxshi zo'r narxlarda olib qolamiz. Endilikda mashinalarni turtib olsanglar yoki kimlardir shunaqa mashina ko'rib qolsanglar, xavotirga tushmanglar. Bu metalom yo bir arzimaydigan jism bo'lib qolmaydi. Bu yaxshigina pul bo'ladi. Mana shu mashinani 2024-yilga og'anagan Cobaltni hozir shunaqa narxga olib qoldik. Hayron qolasizlar. 60 millionga mana shu Cobalt arziydimi, yo'qmi, o'zingizlar kommentariyada izohlab qoldiringlar. Xullas shunaqa gaplar. Avariyli mashinalar bo'lsa aytaveringlar. Zo'r narxlarda borib olib ketamiz. Sirazi hujjat qilamiz. Hozir hujjatini qilishga ketyapmiz. Pullarni sanab beramiz. Qarzga, nasiyaga olinmaydi. Naqd pulga olinadi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar.